Assalomu alaykum, qadrli she'riyat ixlosmandlari. Bugun bir akani so'zidan keyin ilhom keldi. Qog'ozga tushirdik, shuni bir eshitib ko'ringlar. Yaxshilik yoqmaydi inson zotiga, baribir ming'irlab aybing topadi. Yo'q joydan yuzingga mazg'ava chaplab, egasini tanimas itdek qopadi. Yaxshilik botmaydi uning qalbiga, botganda dillarni yaralamasdi. Nonko'rlik yashaydi uning bag'rida, bo'lmasa onasini aralamasdi. Yaxshilik o'tmaydi uning bo'g'zidan, o'tganda dunyolar gulbog' bo'lardi. Uning quvvatidan bu dunyo yashnab, quvonchu shodlikka, baxtga to'lardi. Shoir, sen ranjima odam naslidan, jannatdan xiyonat birla quvilgan, zamindan o'tadi azob faslidan, shunda ham o'tganning aybi yuvilgan. Sog' bo'linglar.